O'zbekistonda ayrim tovarlar importiga bojlar kamaytiriladi. Shavkat Mirziyoyev 27 noyabr kuni O'zbekistonga ayrim davlatlardan import qilinadigan tovarlar uchun boj stavkalarini kamaytiruvchi qonunni imzoladi. Bojxona kodeksiga O'zbekiston bilan eng qulay sharoit rejimi o'rnatilmagan davlatlardan yoki kelib chiqish davlati noma'lum bo'lgan tovarlar importi bo'yicha boj undirish tartibiga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Amaldagi qonunga ko'ra bunday tovarlarga hozirda 2 baravar stavka bo'yicha boj qo'llanadi. Yangi qonun kuchga kirgach, qo'shimcha boj miqdori tovarning asosiy stavkasiga bog'liq bo'ladi. Agar advalor stavka 10% gacha bo'lsa, qo'shimcha boj 5% etib belgilanadi. Yuqoriroq boj stavkalari qo'llanadigan tovarlar uchun quyidagi qo'shimcha stavkalar belgilangan bo'lib, unga ko'ra advalor stavka 10-20% bo'lsa 10%, stavka 20-30% bo'lsa 15%, 30% dan yuqori bo'lsa 20% miqdorda hisoblanadi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.